Shunaqa oyim bergan asal ko'ylaklarni kiyib, o'zimga qarash uchun Ekojardinga ketdim. Bir necha kun oldin meni yana bir bor taklif qilishdi. Esingizda bo'lsa, 2 oy oldin shu yerda 15 etapli spa protsedurani olgan edim. Juda ham zo'r va meni terim uchun juda ham foydali deb o'ylagandim. Bu safargi natijani ko'rishingiz mumkin. Birinchi o'rinda AI orqali bosh terimizni tekshirishadi. Ko'rishingiz mumkin, sochlarim juda ham qalin, lekin ildizlari juda ham noziklashib ketganligi sababli juda ham asobiy uhud kerak va birinchi bo'lib sochimni tekshirib olishgandan keyin kerakli muolajani boshlashdi. Shunaqa yog'lari bilan sochimni quruq joylarini namlantirgan holatda va shu apparat orqali sochimga massaj qilishdi. Bu massajni olmasiz dunyoga kelmabsiz. To'g'risini aytsam, bu asoshiy spreylardan keyin ko'zlarimga uyqularim kelib ketdi va hamma charchoqlarim chiqib ketdi. Va yakunisiga mana shunaqa apparatga tiqib qo'ydi. To'g'risini aytsam, shu yerda juda ham o'zimni tannosxondek his qilaman. Nimagaki xohlasanglar bo'yninglarga, xohlasanglar boshinglargacha massaj qiladi va bu protsedurani nafaqat qizlar, balki bolalar ham olsa bo'ladi. Ya'ni Koreyada eng katta muammo bu menimcha soch to'kilishi bo'lsa kerak va tepakal bo'lib qolmasliklari uchun shu yerga kelishinglarni ham maslahat beraman. Shunaqangi charchagan ekanman. Imенно shu yerga kirgandan keyin spa olayotganim esimdan chiqib, naq 15 minut davomida uxlayman qotib. Shunaqa boshinglarga qaynoqina suvchilar tushib turadi. Mazali postlarimni ko'rishinglar mumkin. Rezultati bilan ko'ryapti. 2 marta olganimning natijasi shunaqa bo'ldi. Endi sochimni parvarishiga yana ham e'tibor berishga harakat qilaman. Ko'rishinglar mumkin. Menga juda ham yoqdi. Juda ham довольный bo'ldim. Koreyada yashayotganlar uchun обязательно shu Ekojardin salonini bir marta bo'lsa ham tashrif buyurishinglarni maslahat beraman. Va albatta protsedura yakunida maslahatlashib konsultatsiya olganinglardan keyin juda ham zo'r tibbiy shampunlari ham bor. Ko'rishingiz mumkin, tashxisli va shampunim olgan holatda konsultantlar bilan xayrlashib, yaxshi kayfiyatda endi boshqa lokatsiyaga ketaman. Ko'rishingiz mumkin, takay довольна endi.